Assalomu alaykum qizlar. Men bu yerda ko'zamizni ichki choylarini qanday obработка qilishni ko'rsatyapman. Klivoylar bilan, mana shunaqa klivoylar bilan ishlasangiz bo'ladi. Pautinka klivoylar bilan ham ishlasangiz bo'ladi. Bu klivoylarimiz shunday ajratib olinadigan klivoylar, metraj sotiladi o'zi. Har birining yoniga kesib qo'yamiz, chunki agar liniyalarimiz mana shunday korotkий liniyalar bo'lsa, aylanchoq yerlariga обязательно kesib qo'ygan yaxshiroq. Tekis chiqadi. Tekis kleylaymiz. Kleylaganda qizlar e'tibor qilamiz. Matomizni, mana shu izdeliyamizni o'zi liniyalari, choklari to'g'ri turishi kerak. Mana shunaqa kley, mana ko'rsatganimdek to'g'ri turishi kerak, valna bo'lib qolmasligi kerak. To'g'rilaymiz, tagilarini ham tekis qilib, ustiga narsa qo'ygan holda zashita qo'yib yopishtiramiz. Mana ko'rsatganimdek qilib chiroyli bo'lib yopishib chiqadi. Chunki agar buni tagini to'g'rilab tekis qilmasangiz, qanday yopishtirsangiz shunday yopishib qoladi-da bu kley. Tagilari yaxshi chiqmasligi mumkin. Shuning uchun e'tibor qilamiz tekis qilib yopishtirishimizga. Esimizdan chiqmasin qizlar, zashita обязательно qo'yishimiz kerak. Yaxshi chiqishi uchun, chunki ko'zaga yopishib qolishi mumkin dazmolimiz. Mana shunaqa qilib chiroyli bo'lib chiqadi. Ko'rsatganimdek, agar tekis qilsangiz, mana shunday choklaringiz yotib, chiroyli bo'lib tekis bo'lib chiqadi. Mana bir-biriga to'g'ri kelgan holda stiklari, choklar hammasiga e'tibor qilamiz. Men aytib o'tmagan yerlarimni kommentariyaga yozinglar. Yurakchalarni qoldiramiz qizlar. Rahmat.